Ko'pchilik biladi, O'zbekistonda yo'l-patrul xodimi to'xtatsa, masalasini tez hal qilib, tez yo'lga chiqib ketadi. Bu safar menda unaqa bo'lmadi. Bir kun ertalab turdim. U kuni menga juda muhim kun edi. Juda muhim imtihonim bor edi. Kiyindim, mashinaga o'tirdim. Yo'lda bitta kofe olishga to'xtadim. Kofeni ham oldim. O'qishim tomon ketdim. O'qishim tomonga bittasini o'qib qolganda ikkita yo'l-patrul xodimi meni to'xtatishdi. Men mashinadan tushdim. Gaplashdim, chiroyli muomala qildim. Gaplashdik, hujjatlarimni tekshirishdi. Hamma narsa yaxshi edi. Mendan ayb topishni boshlashdi. Oxiri mashinamni old oynasida so'nsizlashtani protsenti ko'proq ekan, foizi 3% ga ko'proq ekan. Shuni maxsus apparatda tekshirib, menga o'sha agressiya bilan gapirishni boshlashdi. San aldading, unaqa qilding, bunaqa qilding deb. Shundan keyin menga bo'pti, 4 minimalga berib qo'yaveraman deb boshlashdi. Keyin bitta yo'l-patrul xodimi meni chetga tortib, bo'pti, necha pul puling bor dedim. Keyin men aytdim, 200 ming pulim bor, u ham kartada. Shuni sizga period qo'yarsam, menga ogohlantirish bering. Men studentman, men o'qiyman. Bugun muhim imtihonim bor deb aytdim, tushuntirdim. Lekin shuni ham tushunishmadi. Bo'ldi, shtatniy plashadkaga olib ketdi-da. Keyin shunda oxiri o'zbekchilik akamga telefon qildim. Aka, mana shunaqa deb hamma bo'lgan narsani aytib berdim. Bo'ldi, 2 minut kutib tur dedilar. Keyin 2 minutdan keyin menga telefon qilib, telefonni ber dedilar. Telefonni berdim. Telefonni berganimdan keyin gai xodimi akam bilan gaplashdi. Bo'ldi, men siz tushundim, qo'yaveraman dedi. Keyin telefonni menga qaytarib berdi. Telefonni qaytarib berib bo'lgandan keyin menga kulib muomala qilib, pul tashlab ket, ozgina bo'lsa ham deb menga gapirdi. Keyin men ham kulib hop dedim-da, keyin mashinamga o'tirib ketdim. Keyin o'qishimga qarab ketayotgandim. Hujjatlarim yo'l-patrul xodimidan qolib ketgani esimga tushib qoldi. Keyin sekin o'qishimga bordim-da, o'qishimni oldiga mashinani qo'yib, o'zim peshkom gai xodimlar oldiga tushdim. Qarasam, ikkita yo'l-patrul xodimi yana qo'shilibdi. Keyin shunaqa qilib yoniga to'g'ri borib, hujjatimni oldim-da, o'qishimga yana qarab ketdim. Shunaqa qilib gailar bilan bo'lgan muammo shunaqa bo'ldi.